Buni mana shu podkastgacha men ushladim, hech kimga aytmadim. Ko'pchiligi shu skupshiklarni, ya'ni tilla sotib oluvchilarni tillasini men qaytadan sotib olardim. Odamlar tilla sotib oladi-yu. Sotib olgan tillasini sotayotganda o'sha narxga sota olmaydi. Siz tushundim. Tipa 4 millionga sotib olasiz-da, где-то obrazim 3 millionga sotib olasiz. Eng qiziq joyi, hech kim tillani baribir siz mana misol uchun rastasida turibdi tilla, olasiz, ertaga misol uchun 1 oydan keyin yo 1 yil 2 oydan keyin sotaman deb olmaysiz-ku tillani, o'zingizni komfortingiz uchun taqish uchun olasiz. Agar siz pulingizni muzlatmoqchi bo'lsangiz, maslahat berardim slidga olish. Yo endi bu aytayotdilarki, qadrli, qadrli, onasidan, buvisidan, yodgorlik bo'lib yodgorlik bo'lib qolganmiz. O'shanga o'xshashini olsa bo'ladi-ku. Da, endi biz ham uni to'g'ri tushunamiz. Ular ham bizani to'g'ri tushungan holatda bizga mumkin emas unaqa ishlash. Nima deb o'ylaysiz? Shular olib kelganda o'zlari biladimi soxtaligini yoki pulga shunaqa qimmat pulga sotib olib aldanganmi? Hamma emas, lekin aldanganlar bor. Qachonki siz yutmoqchi bo'lsangiz, grammi вообще qiziqmaydi. O't mijozlarga aytaman, grammiga qiziqmaydi. Sizlarga общий summa qiziq har doim. Ya'ni qo'lingizga tegadigan pul. Masalan, 10 millionmi, 20 million deyaptimi, shunga qiziqinglar. Mana bunaqa holat ham bo'lganmi? Masalan, kliyentga oldi oldinglarga. Tillasini sotish kerak. Juda katta stressda. Sizlar ham ko'rib hayron qolgansizlar. Shunaqa vaziyatda nima qilgansizlar? Biz o'sha tilla buyuminglar, soatinglarni iloji bo'lsa rasmini tashlaylik, biz sizlarga aniqroq taxminan emas, aniqroq narx aytamiz. Ya'ni bunchadan bunchagacha. Bo'ldi, bunchadan dedikmi, bundan past olinmaydi. Qizi keladi-da, tillasini sotadi-da aytadi. Men o'g'imiz qog'oz to'ldirayotgan payt aytadi. Ya'ni eski yigitimdan qovdi, bunaqa o'shani sotaveraman, kerak emas. Men esagim ham kelmayapti uni. Qaraganda uni eslab olmadim. Da, o'shani esagim ham kelmayapti, o'shani sotaveraman. Shunaqa. Nima deymiz? Agar shunaqa tilinglar bo'lsa, sotkilar kelsa, Gold Pro kelinglar.